Agar ojoningiz kelin-poshsha mehmonlar kelishiga noodatiy salatingizdan tayyorlab qo'ying desalar, bemalol ushbu salatdan tayyorlab ko'ring. Ham barakali, kam xarj va albatta mazali chiqadi. Buning uchun bizga dumaloq lavash xamirlaridan kerak bo'ladi. Ushbu xamirlarimizni o'rtasidan kesib, voronka shakliga keltirib, zubachistga qadab olamiz ochilib ketmasligi uchun. Tuxum sarig'iga ozgina sut qo'shib, ustiga surtamiz. Oq kunjut sepib, qizib turgan duxovkamizga 200 gradusga 15 daqiqaga yuboramiz. Mehmonlar kelguncha sochuvlarimga qarab qo'ying desam, yuvilgan sochuvlarim hammasi dog' bo'lib ketibdi. Mayli, buni jazosini bor yo'g'i 8000 so'mga olingan Bavi oqartiruvchi vositasi bilan hal qilamiz. Sochuvlarni idishga solib Bavidan solamiz. Qaynab turgan suv bilan jazosini beramiz. Ko'pirib toshib, avvalgidanda toza va oppoq bo'ladi. 10 daqiqa ichida hali suvimiz sovimasdan oppoqqina bo'ldi. Kir mashinaga ham solib o'tirmasdan qo'limda chayib osib qo'ya qoldim. Bavini qayerdan olamiz deydigan bo'lsangiz, Uzun market, Havas, Kazinka do'konlaridan bemalol topishingiz mumkin. Lavash xamirlarimiz ham qarsildoq bo'lib sho'plaridan xalos etib sovigunicha ichiga nachinkasidan tayyorlab olamiz. Mayda to'g'ralgan pomidor, bodring, dudlagan kolbasa, salat bargi, tuz, murch, mayonez solib aralashtiramiz. Lavash xamirlarimizni ichini to'ldiramiz. Mayda to'g'ralgan kashnichga botirib, bezak-bezak noodatiy mazali tez tayyor bo'ladigan salatimiz tayyor. Oling, siz ham yeb ko'ring.